Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda biz taharet münasebet mezmunlar qatarida suyulikka su quyutish haqidagi mezmun haqida to'xtalamiz. Bu hadisda, bu tuvandagi so'zda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga abdan hadis so'zlab bergan edi dedi. Abdan kim o? Deganda bu İmam Bukhari rahmetullahi aleyhininki en büyük ustazlardan ismi Abdullah ibn Osman ibn Cebele, Abu Abdurrahman kunyası ile meşhur. Özü Mervez'in yani Türkmenistan'daki en büyük meşhur muhaddislerden. Bu Hicriye 145 yılda tuğulgan, Hicriye 221 yılda ölüp ketken. Bu adam hem de öz devirdeki nayet katlı muhaddislerden bulup öz Abdan namıyla meşhur boğan. Bu adamınki bir közde Akva. Akva. Bu kishi hamda katta olim bo'lishdan birga 1 milyon dirham pulni o'zining hayotida sadaqat qilayotgan buyuk bunda sehiy mard odamlarning biri. O'zini ishonchli imom deb sifatlangan. Mana bu kishi Imom Buxoriyniki ustoz bo'ladi. Imom Buxoriy emas, hatto Imom Muslim, Abu Davud, Tirmiziy, Nasai qatorliq kishilarniki ustozi bo'ladi. Demak, bu hadisni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi shu Abdan degan kishidan olgan. Abdan deydi, bizga Abdullah xabar bergan deydi. Abdullah kim o? Deganda Abdullah ibn Mubarak degan kishi. Büyük Türkmenistan'ın büyüklerden. Demek bular bir ustozlar yoki bir yurtdoshlar, bir yurtdan bir-biridan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishi deydi bizga Yahya ibn Said al-Ansari degan kishi boshda o'tib bo'lgan. Shu kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu zot deydi men Anas ibn Malikning Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet qilganligini mushni anglagan edim dedi. Ondaqda mushni degani shu suyulikka suv quyutish haqidagi mazmunni. Bu hadisni yana boshqa shaklda bu tuvandagi raviylar rivoyat qilgan. Bu raviylardan masalan bu 221 numurli hadis Abdanning yo'li orqali bir qatim rivoyat qilinib bu hadis yana bir Xolid ibn Maxlad degan Imom Buxoriyning ustozi tarafidan yana bir shaklda rivoyat qilinmoqda. Undaqda bu hadis babda ikki yo'ldan keldi degan bo'ladi. Undaqda bu hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Xolid ibn Maxlad hadis so'zlab bergan edi. Xolid deydi bizga Sulaymon Yahya ibn Saiddan hadis so'zlab bergan edi. Undaqda Yahya ibn Saiddan Abdullah ibn Mubarak anglabdi. Süleyman mı anlattı? Belki bu Süleyman ibn Mihran boz gerek. Bu kişi mi deydi? Ben Enes ibn Malik radiyallahu anhu'dan mundaq deganligini anlagan edim. Bir bedevi sahralık mescidinin bir bulunğa kelip, bir tarafı kelip suyup koydu. Onu halayık çeklep undaq qilma qupa degandek gaplarni qildi da Peygamberimiz cemaatini chekledi bo'ldi undaq qilmanglar deb. Bu adam tara sundurup boğanınızı bir çilek suyunu onun töpsüge quyutishga buyurdi degan. Bu hadisdagi münasebetlik mezmunlar başdagi hadislarda o'tgan. Umuman elbetqa vaqtida bu hadislardan bizga ko'rinib turayotgan muhim masala yerdagi najosatlar bo'lsa, shu najosatni o'ziga so'ndirib ketadigan yoki eqitib ketadigan holatda yoki suyuqlik najosat bo'lib qolsa birachlik suv bo'lsa, shuni yo'qitib ketgidek ahvol ostida bo'lsa, yana bu pokiz bo'ldi. O najosatni cho'qim ko'mab bunda ilitish shart emas deb qilgan, rivoyat qilingan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.